Davom etamiz. Yaponiyadan 8 yil avval O'zbekistonga ta'lim olish maqsadida kelib, bugun milliy san'atimizni puxta o'rgangan Masho Kamazaki haqidagi lavha bilan dasturimiz davom etadi. Yaponiyalik qiz o'zbek madaniyati va san'atiga katta qiziqish bildirib, milliy cholg'u asboblarimizni mahorat bilan chaladi. O'zbek tilida ham ravon so'zlashadi. Mavzuni muxbirimiz Mashhura Nurmatova davom ettiradi. Marhamat. O'zbek milliy kuylarini yaponiyalik Masho Kamazaki, ya'ni o'zbekcha ismi Mashhura bo'lgan iste'dodli qiz 8 yildan buyon 5 ta cholg'uda ijro etadi. U ona tilimizda so'zlashish barobarida skripka, pianino, dutor, makuri, yapon chanqo'zi hamda doira cholg'ularini chalib qo'shiqlar ham kuylaydi. Yaponiyaning ta'limga ixtisoslashgan JICA kompaniyasi delegatsiyasi bilan birga 2015-yilda Buxoro shahriga kelgan suhbatdoshimiz ana shu ko'hna va afsonaviy shaharda yashay boshlaydi. U 2,5 oy mobaynida o'zbek tilini o'rganadi va 2 yil davomida manzildagi san'at maktabida musiqa fanidan bolalarga dars beradi. Shundan so'ng u faoliyatini yakunlab, yana Yaponiyaga qaytadi. Oradan yillar o'tib, Mashhurani O'zbekiston sog'inchi yana takror yurtimiz tomon yetaklaydi. Kunchiqar mamlakatning bu ijodkor qizi o'zbek milliy kuylari, qo'shiqchiligi va cholg'u asboblarini o'rganish istagida Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutiga magistratura ta'lim yo'nalishiga o'qishga kirdi. Boshida faqat xalq kuylarini eshitib yo'qadi deb tushunish salgina osonda, lekin klassika muzikalar maqomlarini o'rganishi men bitta o'zim o'rgana olmayman deb juda qiyin narsaligini bildim. Shuning uchun magistraturada o'qishga kiray degan fikrim ham bor edi. Uning iste'dodi Boysun bahori, Sharq taronalari, maqom kabi nufuzli festivallarda ham e'tirof etilgan va yuqori natijalarni qayd etgan. Davlatimiz rahbari 2025-yilning dekabr oyida Yaponiyaga amalga oshirgan rasmiy tashrifi chog'ida bir qator vatandoshlarimiz bilan ko'rishadi. Ular orasida Masho Kamazaki ham bor edi. Men ko'risha olaman deb umuman tasavvur qilmadim. Men milliy libos kiygan edimda, va dutor ham qo'limda bor edi va unga qarab prezident deb menga qarab qo'lini uzatdi. Va men oldiga chiqdim. Institutdagi o'qish davomida ustozi Go'zal Mo'minovadan san'atga doir muhim bilim va saboqlarni olmoqda. Lavhamiz qahramonining oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri dutor cholg'usiga oid saboqlarni mukammal o'zlashtirib, uni yapon xalqiga ham o'rgatishdan iborat.